Ağaylarla dekoratif kraskeni buraya atırmız. Yani biz aldık atar kamin işlerdik. Yani uydan gelip şu işte sazayla bir ekinde bir işini kılamız. Şunu bizge prilagat verdi. Assalomu alaykum hammaga. Bizni kanalimizni kuzatib turgan aziz obunachilar. Nasibsizlar dekorativ kraskani ko'rib bu videoni qilishdan maqsad sizlar ham kelajakda uylaringizga yashaydigan ish chiqsa olib boringlar. Bizga beringizlar degan maqsadda emas. Buni o'zini gruntovkasi bo'ladiki, endi biz kechirak syomka qilib, mana bu sarg'ayib turganlar gruntovkasi. Uni ustidan keyin bu dekorativkani eksloylarni, mana bu hozir gladki, ya'ni matiy svet gladki bo'lib qolyapti. Biz chunki uni ustidan shpatala bor, yana shpatala bilan mana hozir ko'rasizlar, mana bu shpatalni mana qarangizlar. Mana shunday yaqinroqdan olishdi ko'rinsin. Mana ko'rganlaringizda bu matiy bo'lib qoladi. Glad bo'ldi, matiy bo'ladi inshaalloh. Qarangizlar qanday chiroyli. O'ylaymizki inshaalloh sizlarga ham bu videomiz foydali bo'ladi, xudo nasib qilgan bo'lsa. Agar birontada shunday obyekt chiqib qolsa yoki qo'llaringizdan kelmasa, bemalol Aqsandagi video nomerini qo'yamiz. Sizlar telefon qilishlaringiz mumkin bo'lsa, yoki biroz so'rashlaringiz qanday qayta urishligini biz qo'limizdan kelgancha tushuntiramiz. Ag'aylar, ya'ni bu hozir sizga ko'rsatganimning qolganini sizlar hozir video davomida ko'rishingiz mumkin. Qanday rolik uzoqdan yaqindan olinadi. Va yana bir narsa har doimda iltimosimiz, bir tarafdan like, kommentariyaga yaxshi fikr qoldirib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Aziz do'stlarimiz omon bo'lsin. Video davomida qavishamiz.